Siz bilan birgalikda yana bir bepul darsligimizni o'rganamiz. Sanoat qurilish bankdan, bank ilovasidan pul yechishni o'rganamiz. Bu qanday pul yechiladi? Ya'ni do'stimiz taklif qilgan holda pul yechib olamiz. Har bir do'stingizni taklif qilsangiz, sizga 10,000 so'mdan beradi. Xo'p, birinchi navbatda skechas qilib olamiz shu bank ilovasini. Открыть bosamiz. Xo'p, открыть bosgandan keyin shunaqa chiqadi. Dalya qilamiz. Tilni tanlaymiz. O'zbek tili, rus, bo'lmasa ruskin tanlayman. Hamma o'zining tilini tanlasin. Xo'p, nomerni yozamiz. Keyin shu nomerni bizga 30 sekund davomida SMS keladi. O'sha kelgan SMSni bizga kiritishimiz kerak. Xo'p, kodni kiritganimizdan keyin mana shunaqa chiqadi. Chiqqandan keyin ismga Marjona, ism familiyalarni yozasizlar. Bunga sizga kim taklif qilayotgan bo'lsa, o'sha taklifni kodini обязательно yozishingiz shart. Xo'p, kodni yozganingizdan keyin "Я принимаю"ni bosasiz. Полный ma'lumotlar bilan tanishib chiqasiz. Oxiriga подтверждаю qilasiz va mana bu "Dalya" tugmasini bosasiz. Mana buni yozib bo'lganingizdan keyin "Dalya" tugmasini bosasiz. Xo'p, endi kiritganingizdan keyin shunaqa parol chiqadi. Siz parol terishingiz kerak va bu parolda siz butun umr esda qoldirishingiz kerak. Minimum 8 ta simvol deyapti, ya'ni minimum 8 ta bo'lishi kerak. Bitta raqam bo'lishi kerak, sifra deyapti. Keyin propisная bukva и заглавие. Xo'p, katta harf bilan boshlarkansiz. Minimum mana katta harf bilan boshlaysiz, keyin mana pastiga chiziqcha bo'lishi shart. Xo'p. Mana. Xo'p, men terdim. Terganimdan keyin уже menga hammasi to'g'ri deb chiqarib berdi. Endi shuni полный kopirovka qilib, shuni ya'ni tepaga tergan kodingizni pastga ham yozasiz. Xo'p, yozdim. Endi Dalyani bosib olaman. Keyin parol terganlardan keyin pastga aytyapti, sekretniy slovo o'ylab toping debdi. Xo'p, unga bironta любой so'zni yozib olasiz. Xo'p, endi dalcha hamma narsani qilib bo'lganingizdan keyin shunaqa 4 talik kod установить qilasiz. Yana qaytadan terasiz. Xo'p, shunaqa chiqadi. "Я принимаю" qilasiz. "Пройти позже". Xo'p, mana shunaqa qilib sizga уже avtomatik ochiladi bank. Xo'p, endi siz do'stingizni taklif qilish uchun bonus va приглашениeni bosib olasiz. O'shani bosganingizdan keyin mana sizga kodini chiqarib beryapti. O'sha kodni kopirovka qilib olasiz. Kopirovka qilib olganingizdan keyin, xo'p, kopirovka qilib olganingizdan keyin izbiringizga, men hozir izbiringga tashab, siz esa shu kod orqali do'stlaringizni taklif